yolg'iz edim. Esimda qaltirab ketdim. Keyin birdan issiq bo'lib ketdi. Ehtimol o'sha kecha tushimda ko'rdimmi yoki o'ngimda sodir bo'ldimi bilmadim. Men bilan juda dahshatli voqea sodir bo'ldi. Keyin birdan og'ir nafas ola boshladim. Bir amallab ko'zimni ochsam, bo'm-bo'sh xona. Atrofda hech kim yo'q. Burchakda turgan tungi chirog'im va xonaning sokinligi meni tinchlantirdi. Keyin men yana uxlashga yotdim va uxlab qoldim. Lekin ko'zlarimni yumganimda shuni his qildimki, birovning og'ir qo'li yelkamni silab qo'yganini sezdim. Sal avval ko'zlarimni ochib xonani tekshirgan paytim hech kim yo'q edi. Lekin uxlashga yotganimda shu dahshatli voqea sodir bo'ldi. Men yana qo'rqib, bir amallab uxlashga yotdim. Qo'rqqanimdan adyolga boshimni o'rab, ko'zlarimni chilt yumib oldim. Yana meni kimdir yelkamni silardi. Men buni onam bo'lsa kerak deb tasavvur qildim. Balki vafot etib ketgan onam har safar meni yelkamni silab qo'ygani kelar.